Assalamu alaykum hörmətli televizor köykçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyası gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Yaponiya Uyğur Cəmiyyəti Yaponiyadakı Tibet, Cənubi Moğoliston, Hong Kong və Tayvan təşkilatları bilan birlikdə Dünya İnsan Hüquqları Günü münasibəti bilan Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhər mərkəzində mustabid kommunist Xitoy hakimiyyətinə qarşı keng ko'lamli birləşmə namoyishi o'tkazdi. 10 dekabr Dünya İnsan Hüquqları Günü həftə içiga to'g'ri kelib qolganligi uchun namoyishchilarning vaqti ko'zda tutilib, bu qitimqi namoyish 5 dekabr shanba kuniga o'rinlashtirildi. Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mo'g'uliston va erkin Hong Kongning bayroqlarini javlan qildirgan namoyishchilar qo'shini Tokioning Avad ko'chalarida kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi jarangli shuar to'lab atrofni larzaga soldi. Bu qitimqi namoyishni tashkillagan Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Tibet, Janubiy Mo'g'uliston, Hong Kong va Tayvan tashkilotlarining mas'ullari namoyish jarayonida qilgan nutqlarida kommunist Xitoy hokimiyatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan 1948-yili 10 dekabrda e'lon qilingan Dunyo inson huquqlari umumiy bayonnomasining prinsiplarini eng og'ir darajada dafsanda qilayotgan mustabid bir hokimiyat ekanligini, o'zining mustamlikasi ostidagi Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mo'g'uliston xalqlariga qarata rahimsizlarcha irqiy yo'qotish va madaniyat qirg'inchiligi elib berayotganligini, Hong Kongning siyosiy va qonuniy tuzilmasini o'zgartib, Hong Kong xalqini kommunistik ideologiyani qabul qilishga majburlayotganligini, Tayvan xalqiga qarata izchil turda tahdid silib kelayotganligini ta'kidlash bilan birga, dunyodagi demokratiya va kishilik huquqni yoqlaydigan, shundaqla dunyo inson huquqlari umumiy bayonnomasining ruhini yoqlaydigan, butun davlat va xalqlarni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining bu xil jinoiy qilmishlariga qarata birlikda inkos qaytarishga chaqirdi. Namoyishning oxirida bu qitimqi namoyishni tashkillagan tashkilotlarning mas'ullari maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon apandi axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Yaponiyada koronavirusi sababidan yo'lga qo'yilgan qattiq karantin tadbirlariga qaramasdan elib berilgan bu qitimqi birlashma namoyish Tokio xalqining va Yaponiya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Noyabr oyining 5-da Kanada Sharq Turkiston birligi tashkiloti Kanadada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni har shanba kunlari oila bo'yicha navbatlashib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazish chaqiriqini o'ttirg'a qo'ygan edi. Shundan buyon bu xildagi namoyishlar Kanadaning Uyg'urlar biroz ko'p o'ltiraqlashgan Toronto, Vancouver, Edmonton shaharlarida uzilmay davom qilib kelmoqda va hozir bu xildagi namoyishlar 8-haftasiga qadam qo'ydi. 5 dekabr kunimi bu shaharlardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz Kanada hukumatining koronavirusi karantin tadbirlariga qattiq amal qilgan asosda namoyish elib bordi. Torontoda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi To'yg'un Abduvali apandi tarafidan elib berilgan namoyishga Tibetlik qarindoshlarimiz hamroh bo'lib birga qatnashdi. Maraton shaklidagi bu xil namoyishning tub maqsadi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlarini fosh qilishdan iborat. Undan boshqa yana Dunyo inson huquqlari kuni munosabati bilan Kanada Sharq Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali, Tibet vakili Sunni Sonam, Hong Kongliklar vakili Shengshua qatorliq 3 nafar kishi 8 dekabrdan 10 dekabrgacha 3 kun Torontodagi o'lkalik hukumat binosining oldida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlariga qarshi ochliq e'lon qilish harakati elib berishga hozirlanmoqda. To'yg'un Abduvali apandi bu vaqtda istansimiz qilgan so'zida ochliq e'lon qilish harakatining qonuniy ruxsatini elib bo'lganligini, koronavirusi sababidan bu qitimqi ochliq e'lon qilish harakatiga yuqorqi 3 taraf xalqiga vakolatan faqatli 3 kishining qatnashadiganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultayı maxsus bayonot e'lon qilib, Germaniya federal hukumati tarafidan 2 dekabr e'lon qilingan kishilik huquq siyosati haqidagi dokladda Uyg'urlar masalasining alohida o'rin olganligiga bo'lgan mamnuniyatini ifodalash bilan birga, Germaniya federal hukumatining Uyg'ur masalasi haqida tutgan maydoniga minnatdorlik bildirdi. Germaniya hukumati 2 dekabr kuni federativ hukumatning kishilik huquq siyosati to'g'risidagi 14-doklati nomli 302 betlik doklad e'lon qilib, o'zining Uyg'ur, Tibet va Hong Kong masalasidagi maydonini o'ttirg'a qo'ygan edi. Dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq vaziyatini o'z ichiga olgan 302 betlik bu dokladning Xitoyga oid qismida Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari siyosatini qattiq tanqidlagan. Bu Germaniya hukumatining tunji qitim davlat nomidan Xitoyning osonliq millatlarni bostirish, lagerlarga qamab qiynashdak insoniyatsiz siyosatlarni rasmiy yo'sinda doklad e'lon qilib ayblashi bo'lib hisoblanadi.
Chunki hozirga qadar Germaniya davlat rahbarlari, Tashqi ishlar ministrligi, Germaniya parlamenti kishilik huquq komiteti Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini, bo'pmi Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan millionlagan insonni jazo lagerlariga qamab qiynash harakatlarini diplomatik qoida-usullar doirasida ehtiyot bilan tanqidlab kelgan bo'lsa-mu, bu qitimqidek Germaniya hukumati nomidan rasmiy ayblab boqmagan. Mazkur dokladda jazo lagerlari masalasidan boshqa Uyg'urlar uchrayotgan majburiy emgak va majburiy tug'ut cheklash masalasi mo alohida tilga ilingan. Xitoyning Uyg'urlarning diniy va madaniyatini xitoylashtirishga majburlayotganligi, Uyg'urlarning Xitoy Kommunistik partiyasining madaniyat nazariyasi va ko'rsatmalariga uyg'unlashga qistillayotganligi mo bir mazmun qilingan. Dokladda Xitoy hokimiyati oz sonli millatlarning rayonda avtonomiya yoki mustaqillikka bo'lgan urinishlarini qattiq bostiradi. U bir orzu bo'lgan taqdirdami deganlarmi tilga ilingan. Mazkur doklad Germaniya federal hukumatining rasmiy siyosat belgisi bo'lib hisoblanadi. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish buyumlarini ishlab chiqargan paxta va paxta buyumlarining Amerikaga kirishini cheklash buyrug'ini ijro qilishga boshlagan. Janubiy Xitoy Atganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi 3-dekabr kuni Beyangtuanga chetishliq paxta mahsulotlarini chegarada tutib qolgan. Amerika hukumati 2-dekabr Beyangtuanning Uyg'urlarni qullar amgakiga sog'anligi, uning paxta mahsulotining Amerikaga kirishi cheklanadiganligini e'lon qilgan. Amerika hukumatining qarori kishilik huquq tashkilotlarining qarshi elishiga erishgan. Janubiy Xitoy Atganlik pochtasi gazeti 4-dekabr bergan xabarda yuqorqi buyruqning darhol ijro qilinishga boshlaganligi, Amerika tamojnasi 3-dekabr import mollarini ilgirlab tekshirish uchun tutib qolganligini bildirdi. Lekin xabarda qanchalik malning tutib qilinganligi, tutib qolgan mallarning qaysi shirkatga tava ishkanligi va qanday mal ishkanligi tilga ilinmagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning chet eldagi Uyg'ur, Tibet qatorli xalqlarga tahdid sep kelgan birliksab amaldorlarga viza embargosi qo'yganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning bildirishicha, u Xitoy birliksab bo'limining zo'ravonlik va o'g'irlik qilgan, boshqalarning uchurini oshkorlagan, josuslik qilgan, buzg'unchilik va ichki siyosatga yomon g'araz bilan aralashgan, ilmiy erkinlikka, shaxsiy yoki savdo maxfiyatligini oshkorlab kelgan amaldorlarga viza embargosi qo'yishni qaror qilgan. Mike Pompeo 4-dekabr e'lon qilgan bayonotida Xitoy birliksab bo'limining chet eldagi tashkilotlarni pul bilan ta'minlab, o'zining tashviqotini yoyganligi, Beijingning siyosatiga qarshi chiqqanlarni bo'zaq qilib kelganligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy birliksab bo'limi yana ilmiy xodimlar, savdo sohasi, ommaviy tashkilotlar, Xitoy muhojirlarini, xususan atalmish Xinjiang va Tibetdagi qabih kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi so'z qilgan oz-sonliq millatlarni va diniy oz-sonliqlarni qo'rqitib kelgan ekan. Mike Pompeo bayonotida o'zining viza cheklamasini davomli yurgizib, xalqaro nizomga xilof bu xil harakatlarning Amerikada qarshi ilinmaydiganligini aniq ifodalaydiganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi buning oldida Xitoy Kompartiyasi a'zolariga va ularning oila taobotlariga viza cheklamasi qo'ydiganligi, ularning sayohat vizasining 1 oy bilan cheklanadiganligini e'lon qilgan edi. Al Jazeera'ning Xitoyning Uyg'urlarni cho'chqa beqish va cho'chqa go'shi yeyishga majburlayotganligi haqidagi bergan xabari kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Qatardagi Al Jazeera televiziyasi 4-dekabr kuni Xitoyning Sharq Turkistonda cho'ng ko'lamli cho'chqa fermalarini qurib, Uyg'ur musulmonlarini cho'chqa beqishga va cho'chqa go'shi yeyishga majburlayotganligini xabar qildi. Al Jazeera'ning xabarida Germaniyalik Uyg'urshunos Adrian Zenizning so'zi naql keltirilib, Sharq Turkistonda yezi egilik taraqqiyotining dinsizlashtirishning bir qismiga aylanganligi, Sharq Turkistonda cho'chqa boqmachiligini ilgari surish va kengaytirish uchun aktiv tirishchanlik ko'rsatayotganligi ta'kidlangan. Xabarda atalmish Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shuhrat Zokirning 2019-yili 11-oyda avtonom rayonni cho'chqa boqmachilik bazasiga aylantiramiz deganligi, lekin Uyg'urlarning buni turmush usulimizga xiloflik deb qarayotganligi ta'kidlangan. Xabarda yana aholisining 90%ni musulmonlar tashkil qiladigan Qashqar Koni shahar noyasidagi 25 ming kvadrat metrlik bir o'ringa cho'chqa fermasi qurilganligi, fermada yiliga 40 ming cho'chqa beqiladiganligi, ferma qurish kelishimining bu yil 23-aprel, ya'ni dal Ramazonning 1-kuni imzolanganligi bildirilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Adrian Zeniz bu qurilishni atalmish Xinjiang xalqining madaniyati va diniy e'tiqodini butunlay yo'qotishga urinish harakatining bir qismi degan. Uning bildirishicha, bu plan dindan xoli qilish strategiyasining bir parchasi bo'lib, Uyg'urlarni dindan xoli qilish, ularni kommunistik partiyaga agishishga yoki dinsiz bo'lishga yetaklashning bir qismi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Germaniyaning München shahrida qurilgan Bug'da Uyg'ur ona tili maktabi bo'lsa, Uyg'ur madaniyatini Germaniya xalqiga tanishtirishda muhim rol o'ynab kelmoqda. Bugungi xabarlar programmamizni mazkur maktabning jangovar o'quvchilarining bir qism faoliyatlariga bag'ishlangan tuvandagi albom bilan oxirlashtirmoqchimiz. Bu albomni Bug'da Uyg'ur ona tili maktabining o'qituvchisi Suriya Ilhom xonim bevosita suratga olib hozirlagan.
Hörmətli televizor köýçüler, yuqorda Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızda diqqətinizə sunduk. Keyin qedimlik proqramımızda görüşəyli. Görüşkə aman boğaysılar. Xeyri xoş.